Assalomu alaykum og'aynilar, mana bu mashina kelgan bugun. Xo'p, problema rasxod katta, qora tutun haydayapti, mashina yaqinda motor qilingan ekan, normalni ishlamayapti mashina, bo'g'ilyapti dedi. Mana karburatorda qarasak, podsosda termostati ishlamay qolibdi. Ish qilib mexanizm almashtirish kerak. Karburatorga o'zini remont qilish kerak. Aytdim, o'zimizda karburator bor, xohlasangiz zaminga 5000 ga beramiz dedim. Unada egasi mana zaminga berdik, 5000 ga qo'yib berdik. Hozir ishlashni eshitasizlar. Yurgizing. Ravshanbek. Mana ishlashi hozir. Patros mana yo'q ishladi. Hozir mana qizigan paytdagi nastroykalar qilib bo'ldi. 100 gram benzin ulab qo'ydik mana. O'chiring bo'ldi. 100 gram benzinni ulab qo'ydik mana, 100 gram ulandi. Hozir rasxodini o'lchagani ketyapmiz, xudo xolasa. Rasxodini o'lchaymiz. Hozir ketyapmiz, 00 qilib qo'ydik mashinani. Xudo xolasa shu 100 gram benzin. Ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. Sotuvga tayinlangan karburatorlarimizda mana bittani qo'yib berdik. Ketyapmiz, xudo xolasa. Ko'ramiz necha bo'lar ekan. Mana Yashkina reklamada. Bu Yashkina, короче, это. Mana shahar stilida ketyapmiz. 3-2 qilib. Unaqa 4 yo'l olib 4dan chiqarmay ketmayapmiz. Tarassada ketganda mana 3-2 qilib ketilyapti. Ko'ramiz necha kilometrga yetar ekan. Xo'p, mana yetib keldik. Kilometraj 2 kilometru 300. Mana 2 kilometru 300 bu. Mana ko'rinayotgan bo'lsa agar 2 kilometru 300. U degani yuziga 4,5 ta ishdi. 4,5 tadan ham ozroq ishdi degani. Kapotni ochinglar Ravshanbek. Hozir 1 minut. Hop, mana hali mashina o'chgani yo'q. Mana benzin как раз tugabdi mana bu yerda. Tugabdi. 2 kilometru 300 yurdi, 100 gram benzin.